Ishonasizmi? Ayoldan pul olgan erkakni ishi yurishmaydi. Aqlli ayollar hech qachon erkakka pul bermaydi. Chunki ular biladi, erkakka pul berdimi ayol kishi, Всё, u ko'tarildi, undan kuchliroq bo'ldi, hurmat yo'qoldi, eriga yoki o'sha erkakka eri bo'lish shart emas, yaxshi ko'rganiga ham ko'p beradiganlar bor. O'zi mamnaqa qilib qara olmaydi. Erkak pul oldimi ayoldan, baribir ming tan olmasa ham yelkalari qisiladi, qadri pasayadi. Ishonasizmi? Ayoldan pul olgan erkakni ishi yurishmaydi, to'xtaydi. Ayolni puli, bergan puli erkakni barakasini o'ldiradi. Vapshe berish kerak emas. Ayollardan vapshe pul kutmaslik kerak. Tushunyapsiz? Bu qoida, buni tan olasizmi, yo'qmi? Ayoldan pul kutgan erkakni ishi yurishmaydi. Ayoldan pul olgan erkakni ishi yurishmaydi. Chunki tabiat tomonidan erkak beruvchi, ayol oluvchi qilib qo'yilgan. Mana shu funksiya buzilmaslik kerak. Ayol olib turishni unutmaslik kerak, erkak berib turishni. Ikkalasi o'zini berilgan vazifasini chotki bajarsa, joyida bo'ladi. Har bitta bergani 10 barobar to'ladi. Har bitta olgani erkakni 10 barobar o'pirib ketadi. Ayolda nabarot.